Diqqat! Tezkor xabar 2, 3, 4 iyun kunlari qanday ob-havo kuzatilishi mumkin? Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun va ulardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostida erinmasdan bor-yo'g'i bir donagina layk va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchiliksiz. Havo harorati kechasi 15-20 daraja, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog' va tog'oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 2-iyunda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. 3-4-iyun kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Manba: O'zgidromet rasmiy sahifasi.